Assalomu alaykum hurmatli Rishton uy-joy kuzatuvchilari. Bugun sizlarga e'tibor berishingiz mumkin katta asfalt bo'yida Bo'jay qishlog'imizda Ko'ngil to'xonasining ro'parasida Farg'ona ko'chasi ekan sotuvga qo'yilgan 8 sotuvdan iborat bo'lgan xonadonimiz chiroyli sotuvga qo'yilibdi. Ichki ko'rinish variantlari bilan birga tanishib chiqamiz. Asfalt bo'yidan kirganda uy yoqtirib yurganlar qani sizlar mana Bo'jayimizda super narxda birgalikda ko'rib chiqamiz. Ular uyimizning tashqi ko'rinish variantlari, yaxshi darvozalari bor ekan. Ikkinchi eshiklari ham bor ekan. Ichki tashqi hovliga ham moslashtirib qilib qo'yishgan ekan. Darvozadan kirganda bu tomonda ikkita xona, bitta oshxonalari bor ekan. Ro'parada esa ikkita xona, bitta sanuzel. Bu yoqda 3 ta xona, ikkita sanuzellari. Bu tomoni yangi novostroyka bo'lgan ekan, do'stlar. Yaxshi valishlarigacha bor ekan. Agarotlari ham shinamgina, ixchamgina, ko'rkamgina qilib qo'yishgan ekan. Ko'rishingiz mumkin. Отопление sistemalari bilan qilingan. Podvallarigacha bor ekan. Do'stlar, yangi novostroyka binosida ichki ko'rinish variantlari e'tibor berishingiz mumkin. Yaxshi akfa, yong'oq rangli akfalardan qo'yishgan ekan. Ichki ko'rinish variantlari tayyor qilib remont qilib qo'yishgan ekan. Yuqorilar gipsokardon, pastiga e'tibor beringlar. Konteyner pollardan qilishgan ekan. Bu tomonlarni ham hisobga olib qo'yinglar. Ey, kuzatuvchilar. Bitta yurakchani qizartirib keting. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, Rishton uy-joy kanalimizga obuna bo'lib keting. Bu yog'ini sanuzellarga, hammom, rakvinalarga moslashtirib qo'yishgan ekan. Endi u yoq bu yog'ini uncha-munchasini o'zingiz olib, ko'nglingizdagidek high-tech qilib remont qilib olishingiz ham mumkin. Kichkina darvozachalari bor ekan, yuqorida aytib o'tdik. Ichki tashqi hovliga ham moslashtirib ketilgan ekan. Bu yoqda ham hojatxona nimalarga moslashtirilgan. Kichkinagina bo'lsa ham uyga xalaqit qilmaydigan agarotlari bor ekan. Do'stlar, ushbu xonadonimiz yoqqan bo'lsa, pastda egalarning raqamlarini qoldirib ketamiz. Narxlarini egalarining o'zlariga havola qilib qoldirdik. Kimda kim qiziqsalar, egalarini o'zlari raqamlariga qo'ng'iroq qilib, kelib, ko'rib, yoqsa baraka qilishingiz mumkin. Puli borlarga ham zo'r variant, olib pulini band qilib qo'yaman deydiganlar uchun ham sizlar uchun zo'r variant. Bosib boramiz.